Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun yangi skuterlarimiz kelgan, shularni bir reklama qilish bilan videolarimiz reklama qilish uchun mana bu Tank firmasidan benzinlik skuter kelgan. 150 kublik motor. 150 kublik motor, tezligi 100 km chiqadi. Mana bu yerda akkumulyatorchasi bor, o'zini bu yerda bagajchasi bor. Tak. O'zini qog'ozlari bor. Tak, bakovoy oynalari chiqadi. Benzin bak joyi. Bu yerda o'zini bagajchasi. Tak. Bu yerda qo'l zashta qilingan joylari bor. Magnitofonlari, bu yerda уже tablolari ko'rsatilgan. Bu yerda bagaj, mana bir paket, salafan paket qo'ysangiz bo'ladi. Tak. Keyin tormozlari jitkichlik bo'ladi. Zajiganisi tut bilan ham yonadi bu. Shunga e'tibor qilasizlar. 12 volt telefonlaringizni bemalol zarga qo'yadigan joylari ham bor. 100 bilan. Buni narxiga kelsak, buni 11 million so'm yana kelishtirib beramiz. Bunga prava so'raydi. Tak, mana bunga prava so'ramaydi. Bu 5 akkumulyatorli 20 amperlik bo'ladi. Buni bitta zaryad bilan 80 kilometrgacha yuriydi. Bu prava so'ralmaydi. Skuter balonlari mana bunaqa qalindan bo'ladi. Mana zo'rdan. Orqaga ikkita amortizator. Bu markamiz X6 deb aytiladi. Buni narxini o'zi 7,5 million so'm dastavka qilib beramiz. Skeminkaning tagida o'zini 5 akkumulyator bo'ladi, orqa bagaj bo'ladi. Bitta zaryad bilan 60-65 kilometr yuriydi. 7 soat, 5 soat, 7 soatning ichiga to'ladi zaryad. Bu skuterimiz, bunisi ham 6 ta 20 amperlik akkumulyatorga ega bo'ladi. Buni akkumulyatori o'zi mana bu yerda bo'ladi. Mana o'zini komplektida perchatkasi, kaskasi bo'ladi. Zaryadniki 72 ga 20, bu degani 6 ta akkumulyator 20 amperlik qo'yilgan degani. Bakovoy oynasi. Tak, mana bu yerda o'zini kaskasi, mana ko'ryapsiz, qanaqa original zo'rdan qo'yilgan. Shlem qo'yilgan mana. Bu plashchasi yomg'ir uchun kiygizib qo'yiladi, oftob uchun. Bu chip